Assalamu alaikum dostlar. Bugün bize Şarkı Pazar yanında bize 2 etajında oldu. Birinci etajında 3 kanallı kvartiramız satığa koyulgan dostlar. Şunu size obzorunu gösterip danıştırıp ödemiz. İşimizden girgenimizde işinin bir spatik koyup oturan yer. Katyollarımız evvelki katyollardan koyulgan görtürüyorlarınız deyin. Ataplayla ötken. Aynalarımız akvaplastik almashtırılgan. Çayımız remonttan çıkıp tuttu. Taza remont etilinge. Bir de yine kuxnyamiz, kuxnya zoyamız ay stollara koyulgan. Gaz uçuçlar koyulup şunun tayyor holatında tuttu. Pollarımız tahta pol dostlar. Birinci xonamiz registrle, taza registre almashtırılgan dostlar. Xonamiz aboydan, mo'ysha aboydan koyulup zetelip tayyor holatında tuttu. Eşiklerimiz tahta eşiklerden koyulgan dostlar. Bu xonamıza girsek, birimiz hem şu mo'ysha boydan koyulup aynalarımız almasıp akvaplastik almashtırılgan, registrler ham almasıp turibdi. Şunun tayyor holatında dostlar. Keyingi xonamizni ko'rsatamiz, uchinchi xonamizni. Uchinchi xonamizga o'tsak, bu yerda svet uçuçları koyulgan dostlar. Bu xonamizning spalnisi yo'la qarab turibdi dostlar. Registrlar almasıp, akvaplastik almasıp, rüşvet yo'lib turibdi aynalari deshandan. Devorlarimiz mo'ysha boydan urilgan. Kimde ne qiziqtirgan bo'lsa dostlar, shu yerlardan qidirib bilgan bo'lsa, 3 xonali kvartira teklif etamiz. Gelip görüp puluna gelişip olaverasizlar dostlar. Sanuzelini gösterib etamiz. Sanuzelan shunday tayyor holatida turibdi. Patologlar ham plastik etilingan. Mijozlar ham qo'yilib turibdi dostlar. Bu joyimizning puluna kelsak dostlar, pulini 380 millionda turibdi uy egasi. Ekranda nomerlarini qo'yamiz. Telefon etsangizda gelişip olaverasizlar dostlar. Esa hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Kimki shu niyat etgan bo'lsa, toza yillarda toza joylarni olib o'tirishlarni hammaga tilaymiz. Alloh taologa ham hammaga nasib etsin toza joylarda kutishni yangi yilni. Like bilan podpiskandan chiqarmanglar dostlar. Like podpiskat borsangizlar, sizlarga kvartira, hovli joy o'rni olacak yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranlarda nomerlerimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizda topishlarimiz ham olishlarimiz ham yordam etamiz. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz dostlar.